Ömrümde doktorxan kirib baxmaptıken men. Bir tekşertip çıkayım ki. Yaxşımısınız? Ha, yaxşımısınız. Kesel göstermediniz. Ha? Yo'q. Men tamoq yeyip kirgan keskenlik men bormidi? Oy, xudo adamsiz. Bu yer ko'zingiz qachqanday ko'rinyapti da? Ha, amsi chechimni bir yozib qo'yamsiz ya. Voy, bu kallongiz joyidimi ya sizniki? Ha? Bu yerni doktorxonligini ko'mayaptamsiz? Voy, men shu biya kasal ko'rsatkilik hamsam nim deb kelma. Nima kasal ko'rsatkilik keldingizmi deb so'raysiz? Bana tani gap qilyapsizda, ha? Voy, xapinman. Keling, o'tiring. İsmingiz? Basit. Dadangizdan. Dadamning kasalini ko'ramsiz ya meninkini mi? Ha, degingiz olmaz mayli, ha? Necha yoshga kirdingiz? 47'den açtım, 48 kirmedim. 47 deb yozaymiz. 47'den açtım dedim. Ha, anda o'z 48 deb yozaymiz. Oy, 48'ga kirmedim dedim. Voy, bir yosh oldigan olib kelsa, hech nima bo'lmaydi deyman. Nimamsi ishimni so'raysiz? Ha. Voy, bu degan tartib bo'lsa, yozmasak bo'lmaydi. Ha? Ha, bo'ldi. 47 yerim deb yozib qo'yay, ha? Nim deb yozsangiz yozing. Bir yeringiz bearam bo'lamdi. Bunda bir qarab beqing, bir yerim og'riydigandek qilamda. Voy, odam degan bunda qarab beqib, bir yer og'riydiganligini, bearam bo'lganligini bilgil olmaydi. Ha? Sizning naringiz bearam bo'lgan bo'lsa, naringiz og'irsa, menga demamsiz, men shuni qarta bir gap qilmamda. Bir yerim og'rimaydi. Bir yeringiz og'rimasa, bu yerga nima deb keldingiz? Bir yerim og'rimagan bilan menda kasal bor. Ha, bir yeringiz og'rimaydi, lekin sizda kasal bor. Bu qanday gap bo'lib ketdi-da? Qanday gap bo'ldi? Tunogin bizning maldikalik Hasan Turak. Voy, kechida tuyuqsizlik o'lab qapti. Ya oningda kasal bo'lmasa, o'lab qalamda. Ha. Siz o'zingizdan gumonlanib, o'zingizdan ansirab kelib, bir tekshirib o'tay deb tapsizda, ha? Bo'ladi. Ha, bu yaxshi ish. Unda qo'ysa, men tafsiliy ahvolingizni bir qo'y, ha? İştahınız qanday? İştahim hech qanday qilma. Yo'q, mening demoqchi o'g'lim, pat qo'sqingiz ichib turamdi. Yoki tamoq yegingiz kelmaydigan ishlar bormi? Demoqchi. Man qarang, bu odamning qo'shig'i ichib tursa, tamoq yeb, mundaq suv ichib tursa o'lab qolmamdi. Men sizning qishingizga go'z kirgandan keyin, madem tamoq yebdi, qo'shig'i to'qganda bilsangiz bo'lmadimi? Ha, bildim. Cho'ng kichik tartingiz joyida. O nimandaq adabsizga qildim odam. Ey, bu cho'ng kichik tartim joyida olmaydigan men bir buvoq bola olmasam, hojatxonaga kirib o'zimning hojatidan o'zim chiqa olayman. Ya, men unda demedim. Ha? Bak, cho'ng kichik tartingiz ravanmi demoqchi? Ravan. Boshqalar qanday tarat qilsa, men shunday tarat qilaman. Ha, bildim. Ha, aroq ichamsiz? Bormi? İçamdınız? Voy, yo'q, voy. Bu aroq hozir shu aroqning qimmatligida ichmaydi qolib ketdim. Ha, boshqalar quyib bergan aroqni ichmading, ha? Shu boshqalarning kimligiga qaraydigan gap. Unda kasb emas, ish qilolmaydi. Endi shu xalq sizga aroq quyib berdimi, zahar quyib berdimi, uni qanday bilsiz? Voy, boshqalarning sizda o'chada o'tolmasa, beka-bekada sizga nima zahar quyib bergidak? Voy, hozir bu kishilarga ishongil olmaydi. Shunga men odatda oshxonada tamoq yemayman. Mana, ma'atingiz naq yaxshi ekanmi, ha? Ayolingiz bormi? Bor. O'ylangan necharak bo'ldi? 1 yil oldu. 1 yil. Voy, siz kechikib o'yinibsiz-da, ha? Kichikroq to'y qilgan 27 yoshimda. Ha? Bu 27 yoshingiz to'y qilgan bo'lsangiz, o'ylangil 1 yil bo'lgan bo'lsa, siz hozir 28 kirdingizmi? Ay şu ne çıktım öğlendin demekçi ben. Körü ağılı buludu. Anda olsa, hazırlık sizler münasibetiniz qanday? Münasibetim akıtılık münasibet? Yo'q. Benim demekçi oğlum, ailede çıkanlar enak ittifak ötemsizler. Aileler bunda xatirjam mı demek? Hey, imdat siz. O siz bilen kıynanan mı? Ya, xotin bilen tanıştığınız var mı ya? Voy, nimdap qalaymiqansiz jo'ylayapsiz siz? Ha? Voy, bu sizni kesiningizda siz münasibeti var bu ishning deyman. Bu ailede xatirjam bo'lsangiz, ko'nglingiz xatirjam bo'lsa, aldirab kesal olmaysiz degan gap.
Nima deb yurding adam adam? Ha, bo'ldi. Ha. Uyqungiz yo'q, uyqungiz. Va uyqum boshqalarga o'xshash. Qarang'i tushganda yotgan kirib uxlayman, tong atganda yotgandan qo'paman. Ya siz meni qushlarga o'xshash daraxtning shixida uxlaydi deb qolganmidingiz ya? Hay, men unda demedim. Bunda uyqungizning sifati yaxshimi? Ancha-muncha tushlarni ko'ramsiz demak. Mana endi ma gapni dedingiz mana. Qarang. Mush tush ko'ramsiz deb qapsiz. Tush deganni ko'rsam alomat ko'ryaptimi? Mush ko'p qismliq televiziya, teatr ko'rgandekli ko'rmading ha? Elqi tushimdagi salbiy personajlar, elqi gumonliq, elqi askiligi. Men o'xshash yaxshidan birisimi yo'q. Aşı tushini ko'rib, tuyuqsiz televizorning to'xtab ketgandekli uyg'onib ketdimi? Shoning ular uxlayolmayman emasmi? Uxlayolmayman. Demak, sizning hech naringiz og'rimaydi, shundami? Ha. Men bildim. Sizda kasal yo'q ekan. Ha? Men qarang, siz vaqo qarang, qalaymqan xiyolni oz qilib, ha? Ma'vo qoni ko'ksingizni kang tutib yashasangiz, ha? Sizda hech qanday cho'ng chatoq chiqmaydi, xotirjam bo'ling, ha? Mende kesel ba. Bu nimaga asosan menda kasal bo'lib turibsiz deyman. Dedim-ku, ma Hasan Turekning tuyuqsiz o'lib qilishi meni ashundaq bir his tuyg'uga paydo qilib qo'ydi deyman. Voy bu Hasan Turek degan Hasan Turek. Siz degan siz, ha? Balkim Hasan Turek hayot vaqtida o'ya bu yerda bearam bo'lgan bo'lsa, o'ya bu yerda og'irgan bo'lsa, men doktorxonaga kelib, vaqt qaraldi o'zini tekshirib turmagan bo'lishi mumkin. Bu ishkanlar o'xshamaysiz emasman. Qarang, bay deganlaringizdan hammasi rostli bo'lsa va sizda hech qanday kasal chiqmaydi, xotirjam bo'ling, ha? Va siz shu meni mushundaq tapli yo'lga solib qo'ymoqchimi? Voy, kesalingizni topammidim desingizda bo'lmadimi? Voy, nima deb yursiz? Men degan menda 18 yillik xizmat tarixi ega, ha? Unvonim bor bir doktorjimi? Unvoningiz qani? Voy, unvon degan yanchi qilib yuramdi, ha? Unvon degan uyda, shkafning ichida ishonmasangiz, va koridorga chiqib qarab beqing, rasmim esiqliq. Oyaydı resimga kim tushib esib qo'ysa bilaverdi. Qarang, unda qo'ysa, men sizdan bir so'rab baqay, ha? Siz qaysi tibbiy maktabda o'qigan? YKDAŞ deb anglaganman. Ha? Men shu YKDAŞda 6 yil o'qiganman. Diplomingiz qani? Voy, diplom uyda, shkafning ichida. Diplomingiz mi yo'q? Unda qo'ysa sizning ilk oliy maktabga imtihon berganda ilk yozgan qog'ozlaringiz bormi? Voy, bu 20 yildan oldin imtihon qog'ozini men yanchiqim qilib yuraman, ha? Bu siz zodim nima demakchi? Diplomingiz mi yo'q? Unvoningiz mi yo'q? Ya qog'ozingiz mi yo'q? Va bu sizning doktor ekanligingizga isbot yo'q-ku. Ey. Ha. Ma axalatchi. Ma axalatqo doktorligimni isbotlab ber, ha? Onu azir satrashlarmi, oshpazlarmi kiydi? Oy. Oy. Bir yeringiz og'riyapti da. Voy, to'liq qalayimqan so'zga qo'pingan yerdan, ha? Siz zolim meni nima qilib berdi demakchi? Kesilimni tep bering. Kesilingizni deb beramda? Keling, ham yerda o'tiring. Mana men qon tekshirish, men suydik tekshirish, men bichov, men siti, men shindento. Siz vaqo, men elib, boshda bir tekshirib keling. Mushun tekshirsam kesilimga chiqa? Chiqdi. Ojo, nimanda jiq tekshirish bu? Mush tekshirishlarga nech pul ketadi? Ha, 1,5 ming ko'p ketadi. Ha? Voy. Men qarang. Bayat yoqqa ikkimiz paranglashib, xili kontunishlardan bo'lib qoldik. Bir azaraq pagil bularmi? Voy, bu ishdan paypoqdan so'disizmi bu? Ha? Bu baho deganda doktorxona o'zi bekitadi. Biz qalayimqan baho bekitolmaymiz. Doktorxona necha pul olmaydi desa, shuncha pul to'laysiz. Bo'ldimi? Va men ya bir operatsiyaga tushmisam, ya meni birasi apash qilib akamisa, bikanka 1,5 ming qo'y xajlamdan. Voy, o'zingiz bu kesilimni teppa dedingiz-ku, ha? Bu tekshirishlarni qilmasangiz, men qanday kesilingizni deb beraman? Boya o'zingiz sizda kasal yo'q deysiz. Endi ma tekshirishlarni qilib kelsangiz sizdan kasal chiqdi deysiz. Siz hozir nima demoqchi? Voy, men qarang, sizni vaqo kasal desam kasal, kasal emas desam kasal. Emas. Tushundingizmi? O, qiziq gap bo'ldi bu. Mane o'rindiq desam o'rindiq, o'rindiq emas desam o'rindiq emas bo'lib qolamda. Men sizni aksi desam aksi, xotin kishi desam xotin kishi bo'lib qolamsiz. Buni bu o'xshamaydi. Nimasi o'xshamaydi nimasi? Ha? Men bir eg'ir kasal girib topib kelib, ha? Bir munch pullarga qarz olib ketsam,
Siz muradınızı yetemsiz ya. Voy, bu neymançılık, uçuk, neymançılık, gümanxu adamsız ha? Voy, boldu. Sizde kesildim ağır, köymüsem köymüdüm. Bir çıkana başkanı deyin. Nime deysiz? Ha? Bimarlıkmışta muamele kılamsınız. Üstünüzden erz kılma. Voy, astımdan erzisiniz mi kılım çıkın ya? Vay geldi erz kılma. Kimi deyse? Kim deyse? Kimi deyse? Kim deyse? Oy, Kim deyse? bo'ldi. Oy, nima ish oldi? Sen nimde geldi? Oy, atdiganda doktorxona tekshirtma deb chiqib yo'qolib ketganga ansirab kelmandim. Benim ma işkandiligimni qanday bildi? Oy, ovozinglar koridorni bir hafta ovozingizni anglab kirdim. Acaba bu vaxtda keldiniz. Ma adamni eylep, ma işkandan bir eskittin ha. Ne çıktı da? Ha? Ne çıktı da? Oy, Cüsürümü tepemsen hiç zevk çıkmayma. Oy, Ne boşroq çıktı da? gap qilib, bo'ldi, sep turdi. Oy, doktor xopa menga basat bo'ldi. Bu odamning mijozmishda tushsroq. Qiynotam tatib qolganda, o qiynotam moya tatmishda gumonxo'r so'qishqa qadamdi. Shu o'z-o'zi so'zlaydigan olib qolgan. Shuning ta'sirimikin bir ondan chiroyli tamoq yetib olsam uyda zahar silvatdan ishimga bir kun tillaydim. Voy, ersiyat dana. Hey! Ekre? Maya kude? Acaba mehbi paranışıp kettin ha? Burundan turistlikken sen digine ha? Tuzuk gap qiling ha. Hozir ko'rdim men bu odamni. Bayan bu manga münasibetiniz kandak, ayalınız bilen, salametligi yaxşımı dep sorayıp gelsin. Nim dep sorayıp ki depti me. Ve aslı mandak işmiti ha? Hey! Sen bilen kagan gep ne var mı? Öğü kagan deyişime. Kuttun mu? Hey. Ben sana dep koyay. Seni var kuyutup yeni bir okusuyla yenisi olma. Bildin mi? Ma, kalkın öğü kagan deyişimiz. Hata şuyup kaldı. Ma, seni mi kuyutup ma? Seni öğü kagan deyişimizsin bile. Ma! Yo. Bu nemi diye kadar adam var. Ha, bildim. Bu adamdan kesle asli kallısını gelmez bu. Vay acaba ağır kıldı. Acaba ağır kıldı.